Salom berdik qadrli do'stlar. Xatoskorlar 5 film Marvelning eng ko'p va eng katta daromad olib kelinadigan filmi bo'lishi kutilmoqda. Ya'ni Aka Kurosura bu filmni action darajaga olib chiqmoqchi. Men esa bugun bu film haqida qisqa bo'lsa-da sizlarga ma'lumotlar yetkazmoqchiman. Unda yaxshilab joylashib oling. Men videoni boshladim. Thor qo'lidan ayriladimi? Marvel insiderlarining xabar berishicha, Thor Xatoskorlar 5 filmida o'z qo'lidan ayrilar ekan. Ya'ni qanday qilib Thor o'z qo'lidan ayriladi? Albatta bu Doktor Doom. Qanday qilib Doktor Doom Thorning qo'lini kesib tashlay oladi? Bu qanday qilib Thorning qo'lini kesib tashlay olishi aniq emas, lekin shuni bilishimiz mumkinki, Storm Breaker bilan Thorning qo'lini kesib tashlaydi. Unda Thorga yangi qo'lni kim beradi? Albatta bu raketa, chunki Galaktika qo'riqchilari filmi raketa o'ziga yangi temir qo'l sovg'a qilishgan edi. Shu qo'lni Thorga berishi mumkin. Afsuski Thor qo'ldan ayriladi, lekin yangi qo'lga ega bo'ladi. Buni cheksiz davrdagi, ya'ni Xatoskorlar cheksizlik davr filmidagi bilan solishtirishimiz mumkin. Xuddi o'xshash sahnaga o'xshab ketadi. Xullas, keyingi ma'lumotga o'tsak, keyingi ma'lumot. Xatoskorlar 5 filmida Magneto o'lishi mumkin. Ya'ni Xatoskorlar 5 filmida Magneto o'zining bor kuchini ishlatib halok bo'ladi. Ishonchli insiderlar shunday demoqda. Demak, bu gap rost. Ma'lumotlarni cho'zmasdan keyingi ma'lumotga o'tamiz. Insiderlarning xabar berishicha, Kapitan Amerikani farzandi o'lishi mumkin. Ya'ni uni Doktor Doom o'ldiradi. Lekin bu aniq emas, chunki Doktor Doom juda ham shafqatsiz emas. Lekin bir nima deyish qiyin, chunki insiderlar bekorga bu gapni aytmaydi. Demak, insiderlarga ham ishonib bo'lmaydi. Bu gap rost yoki yolg'onligini hali bilib bo'lmaydi. Film chiqqandan keyin bilishib olishimiz mumkin. Keling, unda keyingi ma'lumotlarga o'tamiz. Loki yana o'ladi. Ya'ni o'zimizda Loki emas, albatta 2018-yildagi Loki o'ladi. Qanday qilib? Uni Doktor Doom o'ldirishi mumkin, lekin biz o'ylaymiz uni haqiqiy Loki o'lmaydi deb o'ylaymiz, chunki ya'ni o'ladi deb o'ylaymiz. Filmda Doktor Doom Lokini o'ldiradi, lekin bu biz bilgan Loki emas. 2018-yildagi Lokini o'ldiradi. Biz bilgan Loki esa hali ham tirik qoladi. Va eksklyuziv sovg'a, Marvelning eng katta sovg'asi va Marvelning insiderlarining eng ishonchli xabarlariga ko'ra, ya'ni bu ishonmaslik o'zingizga bog'liq. Temir odam qaytadi. Ya'ni biz bilgan Robert Downey yana temir odam roliga qaytadi. Ya'ni u maxfiy urushlar va Doomsdaydan keyin ham biz bilgan temir odam roliga qaytishini isbotladi. Ya'ni Marvel insiderlari shunday demoqda. Ya'ni u o'z faoliyatini tugatmaydi. Ya'ni u Doktor Doom rolida ham, temir odam rolida ham keyingi filmlarda ishtirok etishi mumkin. Lekin hali bu to'liq ochiq berilmagan. Ya'ni bu haqda hali Robert Downey rolga qaytishini hali tasdiqlagani yo'q, lekin Robert Downeyga pul berilsa, bu rolga qaytishi aniq. Ya'ni u Doktor Doom roliga ham, ya'ni Doktor Doom va temir odam roliga ham qaytishi mumkin. Bu lekin insiderlarning ishonchli xabarga o'xshaydi, chunki u temir odam kiyimini ham kiyib va Doktor Doom kiyimini ham kiyib keyingi Marvel loyihalariga qatnashishi mumkin. Va biz bilamizki, temir odam qaytadi. Aytgancha, videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Aytgancha, videoning ikkinchi qismini chiqarmoqchiman, chunki shuncha ma'lumotlarni bitta videoda sig'dirish qiyin. Shuning uchun videoning ikkinchi qismini kutib qoling va sog'-omon bo'ling. Video chiqishi uchun kommentariyaga please qoldiring yoki shunchaki like bosib qo'ying. Keyingi videolargacha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.